O'zim tanishtirishim kerakmi? Shahnozaxon Jo'rayeva. Unaqa opoqida kelin bo'lmaganman, meni uchun. Ishlab oladi. Mana tanishganimdan xursandman. Qaysi tarafga gapiray? Yo, gapiravering. Qasdamdan bunga. Ben tez gapirib yuboradi anglishchanlar. Devoradi, nima dedi deb tushundim. Nima demoqchi edim haqida. В общем, mana so'z etish kerak emas, в общем. Straight to the business bo'lish kerak. Tamam, kukuha поехала в мамашки deydi. Nima deyapturdim? Yurish sharmanda dedi. Xonadoningizga qut va baraka, tinchlik va xotirjamlik tilab, dasturimizning navbatdagi sonini havola etar ekanmiz. Barchangizga assalomu alaykum. Bugungi dasturimiz mehmoni sizni hayotingizni gullar olamiga aylantira oladilar desam mubolag'a bo'lmaydi. Chunki ularning nomlarini har gal tilga olar ekanman. O'sha mashhur Alla Pugachyovaning Million Alla Xo'roz qo'shig'i yodimga tushadi. Bugungi dasturimiz mehmoni siz taniydigan, balki tanmaydigan ajoyib bir inson. Ularning qo'llariga tushgan istalgan narsa go'zallikka aylanadi. Siz bizning xonadonimizga gullar nafosatini olib kirishga tayyor bo'lgan ishtirokchimizni kutib oling. Shahnozaxon Jo'rayeva. Assalomu alaykum. Shahnozaxon, avvalambor dasturimizga xush kelibsiz. Bilaman, o'sha hammamiz hayot tashvishlari bilan ovoramiz, farzandlar bilan. Shunga qaramasdan vaqt ajratib kelganingiz uchun sizga kattakon rahmat va bugungi dasturimizni tomosha qilayotgan bizni aziz tomoshabinlarimiz o'ylaymanki, sizni ham hayot hikoyalaringizni sevib quloq solishadi. Rahmat kattakon taklif uchun. Xudo xohlasa, chiroyli taom tayyorlab suhbatimiz qiziq bo'ladi degan umiddaman. Men ham xuddi shunaqa umiddaman. Keling, fart bilan taqib olaylik bo'lmasa. Biz dasturimiz ijodkorlari bilan dasturimizga ozginagina rang-baranglik kiritish maqsadida har bir dastur boshida qaysidir bir life hackni o'zimiz tekshirib ko'rishga qaror qildik. O'tgan gal Sadriddin bilan o'sha o'g'il bola va qiz bola pomidorlarni tekshirib ko'rgan edik. Bu gal Shahnozaxon bilan piyoz to'g'rash life hackini tekshirib ko'rmoqchimiz. Ya'ni o'sha aytishlari bo'yicha og'zingizga suv to'ldirib piyoz to'g'rasangiz, ko'zingizdan yosh kelmas ekan. Tekshirib ko'ramizmi? Hozir ko'ramiz. Hozir endi shuni qilib ko'ramiz va bunga siz ham guvoh bo'lishingiz mumkin. Suvni men ichadigan bo'ldim, to'g'rimi? Ochkama yechib qo'ysam bu unaqada. Boshladik. O'zi piyoz achchiqmas ekan. Hech life hack ishlamaydi. Yo'q. Achchiqmas piyoz ekan deysiz. Achchiqmas piyoz ekanmi? Bu mag'ir life hack ekanmi bu? Bu o'zi meni life hackim emas. O'zingizlar kelishib oldinglar buni life hack. Siz ham uyingizda mana shu life hackni qo'llanib ko'ring va albatta kommentlarimizga yozib qoldiring. Qani, siz yig'ladingizmi yoki yig'lamadingizmi? Shahnozaxon, keling endi mana bugun nima pishirmoqchi ekanligingiz haqida gaplashaylik. Mahsulotlarga qaraganda bitta mahsulotimiz yetishmayapti, u ham chetda qolib ketibdi. Go'sht. Eng asosiy mahsulotimiz, eng chiroylisi desamda. Xo'sh, bugun nima tayyorlaymiz? Chunki bulardan mana shu narsalar juda ko'p variant bor. Bugun ajabsanda degan taom tayyorlaymiz. U o'zimizga dimlama deyshadi. Chiroyli qilib. Nimaga ajabsanda deylar, bilasizmi? Ajabsandan, mandan, undan. Hammadan. Bu juda ham oson tayyorlanadigan taom hisoblanadi va juda ham foydali. Dietadagi odamlarga, parhez tutadiganlarga juda ham hamma sabzavotlar ichida vitaminlarga boy. Vaqtingiz ham ko'p olmaydi. Shuni to'g'rab qozonga solib qo'yasiz, ishingizni ko'rasiz. Mana o'sha eshitganman, ajabsanda deyilishini ba'zi bir viloyatlarda. Shahnozaxon qaysi viloyatdan kelganliklarini hozir bilib olasiz. Keling, masalliqlarga o'taylik. Bizga nimalar kerak bo'ladi? Xo'p, piyoz, go'sht. Go'shtimiz 1 kilo, 1,5 kilo.
kartoshka, karam, kabachki, bolgarskiy, pomidor, sabzi, yana xohlasangiz solishingiz mumkin baqlajon, bir xil baqlajon ham soladi. Ozgina yog' ishlatamiz. O'zi asl retsept bo'yicha dumba qo'yish kerak, lekin Angliyada dumba bilan ozgina qiyinroq topish magazinlardan. O'shaning uchun oddiy yog' ishlatamiz. Ham oddiy yog' menimcha nima deydi? Yengilroq bo'ladi. Yengilroq bo'ladi ovqatni hazm qilish jarayonida. Keling, endi ishni nimadan boshlaymiz? Ishni birinchi qozonimizga nazar solishdan boshlaymiz. Nazar solib, bemalol. Bemalol, qancha xohlasangiz shuncha soling. Bo'ldi, meniki. Bo'ldi, yog' solamiz unda. Hamma sabzavotlarni to'g'rab, qavatma-qavat taxlayveramiz. Taxlayveramiz. Birinchi to'g'rab tayyorlab olamizmi? Yo'q, farqi yo'q, solamiz, to'g'raveramiz, solamiz. Bo'ldi. Xohlasangiz to'g'rab olasiz, xohlasangiz shunda solamiz. Bo'ldi. Xo'p, yog'i boshlaymiz solishni. Shahnozaxon, siz haqingizda bilaman, juda ko'p muxlislar eshitishgan, lekin kim ekanligingizni bilishmaydi. Shuning uchun nima deydim, aynan ularni qiziqtirgan savollarni berish bilan band bo'laman. Siz o'sha ham gapirib, ham pishirish jarayonida ishtirok etasiz. Men esa har doimgidek faqat gapirish va yeyishdi. Xo'p. Bu kelishdigi? Dumba bor ekan. Dumba topildi. Qayerdan kelib oldingiz? Xo'p, mana dumba topildi. Dumbani kimdir qayerdandir topib keldi. Mana ko'rdingiz, qiyin deysiz topish. 6 sekundda topib berdi-yu. Topaman degan odam topadi. Unda men sizga piyozlarni olib beray. Siz to'g'rash. To'g'rab, savollaringizga javob beravering. Bo'ldi, kelishdik. Shahnozaxon, endi mana qayerlardan keldingiz, nimalarni ko'rdingiz deganlaridek, o'zingiz haqingizda bizlarni tomosha qilib turgan tomoshabinlarga ozgina qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz, qayerda tug'ilgansiz, qayerda voyaga yetgansiz, qachon kelgansiz? Ismim Shahnoza. 1987-yili Toshkent viloyati Bekobod shahrida tug'ilganman. Angliyaga 2015-yil kelganman. Birinchi marta turist bo'lib. Kelishimga turtki bo'lgan narsa bu yaqin dugonamiz bor, Zebo degan, mana shu rasmini chiqarib qo'ysa bo'ladi. Uni ham. Keyin Zebo degan o'rtog'im bizani chaqirgan, ya'ni bitta o'rtog'imdan kelinglar, aylanib ketasizlar deb. Основной nimaga kelmoqchi bo'lganman? Chunki undan oldin Germaniyaga stajirovkaga borganman, internship qilganman. Anaqa grant asosida. Borganimda u birinchi chiqishim bo'lganda, endi chet elga studentlik davri tugagan, u ishlayotgan paytimda shu grant yutganman-da, borganman, wow effekt bo'lganda u Germaniya. Tim bo'li uyim tayyor bo'lgan edi. Transportni anaqa hammasi proiznoy berishardi. O'zim yonimda hech nima ketmagandi, yana har oy oylik ham berishardi internshipda. Bilasiz, anaqa olganingizdan keyin nima edi viza? Shingan. Olganingizdan keyin butun Yevropani aylanib chiqasiz. Shunaqa weekendlarda Shveysariya, anaqa Fransiya qilib aylanib yurardim. Keyin u 3 oy stajirovkadan qaytib kelganman Toshkentga. U paytda Toshkent arxitekturni firmada ishlardim. O'zi Toshkentskiy arxitektura institutida dizayn fakultetini bitirganman. Bakalavr, magistratura. Mana bu talantlar qayerda bo'lmasa sizda? Keyin o'sha qaytib kelgandan keyin Toshkentga yana qaytib ketkim kelaverganda endi. Travel qilish ta'mi yo'qganda. Yo'q qolganda endi. Keyin o'shandan keyin Zebo o'rtog'imizga keling degan. Shu bilan keyin Gulnora degan yana bitta o'rtog'imiz bilan vizalarni qilib kelganmiz. U birinchi effekt bo'lgan. Angliyaga kelganimizda yomg'ir yoqqan kun bo'lgan, juda ham pasmurni, quyosh yo'q. Bizlar har doimgi kunimiz. Gapir, endi hozir o'rganib qolganmiz, hozir bilinmaydi. O'sha paytda lekin juda ham anaqa bo'lgan, depressivniy havo bo'ladi. Keyin kelganimda narx-navo juda ham qimmat. Juda ham qimmat ko'zimga ko'ringan o'shanda. Chunki bilasiz, Germaniyada narxlar ancha arzon-ku, betma solishtirganda. Ko'zga ko'rinmaydi ham, deb kelganingizda supermarket kiras narxlar juda ham baland ko'ringan. Sekin-sekin keyin o'rganib ketasiz. Keyin uy muammosi, bitta xonadonda turganmiz o'rtog'im bilan kelganimizda, keyin yana boshqa xonadonni qidirishga to'g'ri kelgan. Mana piyoz achish boshladi. Aytdim-a sizga suv ichib oling deb. Qizilini to'g'rashimiz kerak edi. Boya. Keyin aylanib ketganmiz. No, в общем, anaqa first impression mana shunaqa bo'lgan. Yoqqanmi sizga o'sha birinchi kelganingizda? O'sha keyin nimasi yoqqan? Keyin muzeylarga borishni boshladik. Parklari juda ham chiroyli-ku Angliyada. O'sha parklarni aylanib, keyin o'zi odam sal o'rgangandan keyin yoqishni boshlagan. Shu paytda yaqin dugonamni turmush o'rtoqlari bo'lganda, meni o'sha bilan tanishtirishgan. O'shani Angliyada shu yerda. Tanishganimizdan keyin bir-birimizga yoqib, sovchilar bo'lib to'y bo'lib ketgan. Keyin ketganman, to'y bo'lmagan. Ketganman,
2016da keyin qaytib kelganman magistraturaga MBA qilishga. Rostdan ayting, ularni qaytib kelgansiz? Yo'q. Gaplashganmiz, ko'rishganmiz, ketganman men. Chunki turistik viza 6 oylik-ku. Qaytib ketganman. Keyin orada sovchilik kelishgan bulardan, keyin уже bo'ldi, anaqa rozichilik berishgandan keyin MBA qilib, o'zi niyatim bor edi chet elda o'qish. O'sha MBA qilgani kelganman, o'shani to'y bo'lgan. Ha, qarang-da, MBA nimaga u orzu? Chunki kinolarda ko'rsatishardi-yu, unaqa lujaykalarda, gazonlarda o'tirib, kitoblar bilan studentlar mazza. Bizda Toshkentda u paytda mumkin emasdi. Gazondan chetlab o'tishingiz kerak. Boshish mumkin emas-ku. Bosmang degan yana yozuvga tablichka turadi. Shu narsa qolib ketganda, o'sha gazonda o'tirgim kelardi-da, kitoblarni ko'tarib olib, ryukzaklar bilan. Keyin mana shunaqa o'qish, keyin o'ylaganman, yo'q, menimcha уже magistraturani bitirdim. Anaqada O'zbekistonda. Endi nima qilaman, qanaqa o'qish, menimcha qila olmasam kerak bo'ldi deganman-da. Shu o'qish chiqib qolgan, qaynota-qaynonam anaqa qilishgan. Predлагать qilishgan, "Давайте o'qish qilamiz" deb. Keyin kelganimda, shu xayolim kelganda, ta'til bo'ladi-yu, anaqada ham. Studentlik paytida o'shanda gazonda o'tirib kitob o'qib o'tirganimizda esimga tushib qolgan. Men shuni qachondir anaqa qilgan, orzu qilganman deb. Ko'rdingiz? Aytishadi-yu, мысленно, materialni. Nimani o'ylasangiz, o'sha yaxshi niyatingizga Allohning o'zi sizni yetkazar aka. Ham yaxshi ko'rgan insoningizni uchratibsiz. Qolaversa, o'sha xohlagan yo'nalishingiz bo'yicha o'qishingizni ham davom ettiribsiz-da. O'qish boshqa yo'nalish bo'yicha bo'lgan, bu anaqa business administration bo'lgan. Magistratura, o'zim soham interior design-ku. Men bu business administration bo'yicha ishlamaganman. O'zim soham bo'yicha bu yerda kompaniyada ishlaganman, qurish kompaniyasida. Где-то bir 6-8 oy ishlagan bo'lsam, keyin уже iqqat bo'lib, birinchi farzandimiz bilan uyga frilansga chiqib ketganman. 4 yil frilansda ishlaganman. Keyin o'zi ikkinchi chaqal farzandimiz bo'lgan, uyda bo'lib qolganman-da. Kunduzi hech iloj bo'lmasdi ishlashga, kompyuterga o'tirishga, chunki proyektlar hammasi kompyuterda chizish kerak-ku. Bolalarni kechqurun uxlatib, shu 12 dan 3 gacha, 4 gacha o'tirib kompyuterda proyektlarni chizib o'tirardim. Onalarni hayotini qarang. Kuni bilan bola, uy chaqa, kechqurun keyin ish, unaqa o'zingizni nima deydi, o'sha oila byudjetiga yordam berish uchun nimadir qilib harakat qilasiz. Shunaqa qilib kuniga 3 soat, 4 soat uxlab, yana hech narsa bo'lmaganda ertalab kulib ketaverasiz. Demak, piyozlarni to'g'ri bo'ldik, endi bolgarskini to'g'rashga o'tamiz, to'g'rimi? Shahnozaxon, mana opa-singillardan, aka-ukalardan nechta, qayerda yashashadi? Ota-onangiz hayotmilar? Xudoga shukr, alhamdulillah, ota-onam hayot. Biz 4 kishimiz oilada, akam, 2ta farzand, akam deyman. Akam Bekobodda turadilar, oilalari bilan 2ta farzandlari bor. Men o'zimda 3 ta bizada farzand, aytmanman boya. 3 ta qizchamiz bor, 3-inchisi yaqinda tug'ildi. Chaqaloqchamiz. Bu arxitektura dizayner yo'nalishini o'zingiz tanlaganmisiz yo bu oiladagi nima deydi, o'sha ota-ona shug'ullanadigan ishda davom ettirishmi? Yo'q, ota-onam, onam iqtisodchilar, hozir nafaqadalar. Dadam ular переводчик bo'lganlar, bu переводчик bo'lib ishlaganlar, ular ham nafaqadalar, injenerlar, ikkita sohalari bor. Mana qayerdan o'zi anaqalar sizga keldi? Dizayn anaqa interyerlarni bo'yicha o'zim kichkinaligimdan shu og'ir mebellarni kichkina qizcha bo'lib etdan betga suraverardim-da uyda. Nimadir ko'rinish yoqmasa to'g'irlab, mana shu kichkinaligimdan kelgan shu narsa. Keyin bilsam, rahmatli bobom ular quruvchi bo'lganlar. To есть bor-da, qonda ozgina bo'lsa ham. Shunaqa. Shunga o'zi hamma men bu kreativ ishlarni yaxshi ko'raman. Nimadir qilish, qo'l bilan o'z Zebo degan o'rtog'im bor, boya aytdim, buni ko'p gapirsam kerak bugun. Kelishimga asosiy sababchi o'sha qiz. O'sha chaqirgan uchun kelganman. Yaqin dugonam, u bilan 2005-yildan beri o'rtog'imizda, kursdoshmiz. Institutda birga o'qiganmiz. Bugungi kunda Shahnozaxonning 3 ta qizlari bor, 3 ta farzandlari bor. Eng kichigi bor, yo'g'i 2 oy menimcha. Почти 3 oy. 3 oy. Eng kichigi hali asalchi kimga tashlab keldingiz ularni? Dadasiga. Ular qarab o'tiribdilar, 3 soatga ruxsat so'raganman. O'shancha 3 soatning ichida ko'rsatuvni olib bo'lishimiz kerak. Harakat qilishimiz kerak. Ovqat pishmay qolsa, o'zinglar yeb, bahosini berib kelasizlar. Xo'sh, mana Angliyaga kelganingizda eng birinchi sizga nima deydi, o'sha aytamiz-ku biz cultural shock deb. Nimaga haligacha ham o'rgana olmagansiz yo o'sha birinchi marta nima sizni shok qilgan? Unaqa ko'p shok qiladigan joy bo'lmagan. O'zi
native aholi bu anglichanda juda ham anaqa ochiq-ku odamlar. Nimadir yordam so'rasangiz kelib darrov kulib javob berib, udumlari ham o'zgacha, misol uchun an'analari hech ko'p ko'rganmiz baribir televizorlarda qanaqa bayramlari bor, nima udumlar bor, o'shanga hech anaqa bo'lmagan. Anaqa bilganingiz uchun sizga bilganimiz uchun o'rganishingiz ancha oson bo'lgan. Boshida kelganingizda o'sha O'zbekistonning qaysi mahsulotlarini juda sog'inardingiz? Voy, shunaqa ayniqsa qatli paytimda ishtahangiz anaqa xolis hamma narsa o'shandachi to'ylarni videolarni qo'yib olardim-da, to'y dasturxonlari to'lib bo'ladi-yu, har xil qazi-maza narsalarni o'shalarni tomosha qilib o'tirardim. Shunaqa kolbasalarni sog'inardim. Bilasizmi, yaqinda eshitdim, bir yurtdoshimiz aynan Londonda mol go'shtidan qazi tayyorlar ekanlar. O'zim ham tatib ko'rdim, juda ham mazali chiqdi. Xudo xohlasa, ularni ham ko'rsatuvimizga taklif etish planimiz bor. O'shanda o'zlari mahsulotlari qanaqa qilib xarid qilishingiz mumkinligi haqida aytib beradilar. Demak, mana keldingiz, o'rgandingiz Londonga. Birinchi ishingizni esla olasizmi? Angliyadami? Kelganimda student bo'lib kelganimda shu turmush o'rtog'im qurilish kompaniyada ishlardilar u paytda. Menga part time job berishgan marketing bo'yicha marketing yana keywordslarni tushuntirganlar. Menga nima qilish kerak, veb-sayti продвиженияsi bo'yicha ish berganlar. O'sha o'qishim soat 6 gacha bo'lardi. 6 dan keyin kelib soat 7 dan 9 gacha 2 soat turmush o'rtog'im yonida ishlagan, o'sha kompyuterda o'tirib marketing bilan, SEO page'larni to'g'irlash bilan. Undan keyin sekin-sekin xo'jayinim orqali aytganlar, mana bular arxitektorlar anaqa CVlarni topshirganman, keyin ishga olishgan. Men o'sha yerda ishlab, keyin 8 oy ishlaganimdan keyin просто iqqat bo'lib qolganman-da, o'sha keyin ishga chiqa olmaganman. Shuning uchun uyga chiqib ketganman. Xushlarli. Bilasizmi, mana bizada O'zbekistondan Angliyaga kelmoqchi bo'lgan yoshlar endi O'zbekistonda albatta o'z ona tilingizda gapirasiz, universitetlarni, institutlarni tugatasiz. Yaxshi joylarda ish topish qiyin. Ular ham o'ylashadiki, shu Angliyaga borganda shunga o'xshagan ish topishim kerak deb. Eslardan chiqarishadiki, bu birinchidan musofir yurt, boshqa davlat, ikkinchidan yazikovый baryer degan narsa bor. Har doim ham o'sha biz xohlagan ishni topish oson emas. Boshida qanaqadir qiyinchiliklarga duch kelamiz. Kimdir restoranda, kafeda ishlaydi, boshqa mana qarang, siz ham o'sha administrator lavozimidan, marketologdan sekin-sekin o'zingiz xohlagan yo'nalish bo'yicha ishlash imkoniyatiga ega bo'libsiz. Mana endi O'zbekistondan Londonga kelmoqchi bo'lgan yoshlarga eng birinchi beradigan maslahatingiz nima bo'lardi? Maslahat hech xavotir olmasdan, odam o'zini kuchiga ishonsa, o'zini bilimlariga ishonsa, kelib harakat qilish kerak-da. Misol uchun men ham anaqalarni maqtanish emas, endi portfoliolarni kelib ko'rsatganimda bu yerda ishonishmaganda, o'zing qilasan shularni deb. Chunki bu yerda juda ham spetsialistlar узкопрофильный-ku. Kimdir misol uchun 2D sini chizadi, kimdir 3D sini qiladi. Biz qanaqa o'rganganmiz? Misol uchun biz ikkinchi kursdan boshlab ishlashni boshlaganmiz-da biz firmalarda. 2D si ham o'zimizda, 3D si ham o'zimiz, render ham hammasini o'zimiz qilamiz. Bitta odam qila olmaydi hamma narsani. Shunda ko'rsatganda bu chizmalari, bu elektrikasi, bu anaqa plan cherchojlari deb ko'rsatganda ishonishmagan. Keyin sekin-sekin yonligida o'tirib chizib ko'rsatgandan keyin o'sha ko'rgandan keyin qanaqa qilishgan, demak hammasini o'zingiz bo'lar ekan. O'zga ishonch bo'lishi kerak birinchi o'rinda deysizda. Yana harakat qilish kerak. Qo'l siltab tashlab ketish kerak emas, nimadir o'xshamasa, try qilaverish kerak-da, harakat qilish kerak hamma narsaga shu. Demak, eng sabr, yana sabr, eng asosiysi. Misol uchun tavakkal qilasiz, Allohga tavakkal qilsangiz, o'zi qaysi joyda sizni nima deydi, ulushingiz emas, nasibingiz bo'lsa, o'sha joyga sizni Alloh shuni olib kelib qo'yadi-da. Demak, endi kabachkalarni to'g'rab oldik. Bularni ham mana ko'rsataman. Qalinroq qilamiz, chunki erib ketishi. Qalinroq qilib to'g'raymiz bularni. Mana bunaqa shaklda qilib. Xo'p, bolgarskini ham ikki xil buni maydalab gapga berilib ketdim-da, maydaroq olib, lekin mayli, yarimi kattaroq, yarim maydaroq. Ozgina teksturasi o'ynaydi ovqatda. Xo'p, bolgarskiylarni ham yirik qilib to'g'rasangiz yaxshiroq bo'lar ekan, chunki bu erib ketishi mumkin. Erib ketmasdan. Bular meni gapga ko'p soatda. O'zi ishi sizni gap chalg'itishdi. Endi bolgar nimani, sabzilarni to'g'raymiz, pomidorlarni to'g'raymiz va keyin taxlaymiz, taxlab chiqamiz. Xo'p, mana Angliyada qanaqa qiyinchilik sizni hamma narsani tashlab borishga, O'zbekistonga ketaman devorishga o'sha turtki bo'lgan. O'z boshda kelganimda shu
o'rtog'im, bitta o'rtog'imda boshqa hech kim bo'lmaganda. U ham 1 soat, 1,5 soat uzoqlikdan London katta shahar, bitta erinasiz, vaqtingiz bo'lmaydi, o'qishda bo'laman, bitta o'zim bo'lib qolardim. Uydagilarni sog'inchi. Mana hech unaqa katta srok misol uchun boshida 1 yil bormaganmiz-da. O'sha 1 yil juda ham ko'p qattiq sog'inganman uydagilar. Mana shu narsa bo'lgan. Boshqa qiyinchiliklar tilda ozgina balkim, chunki maktabda anaqa adabiy til o'rgatadi. Misol uchun Apple deydi. Siz kelganingizda shu Apple'ni Apple degansiz. Cash deysiz. Kelib, keyin u o'rganganingiz boshqa bularni tez gapirib yuboradi angliychalar. Deyoradi-ki, nima dedi deb tushundim. O'sha yuzga baryer ham bo'lgan boshida. Даже kimdir telefon qilsa ham ularga turmush o'rtog'im berib, javob bering. O'zingiz javob bering, bilasizku derdilar-da. Keyin hello derdimda, tushunmasdim bir xil paytda shu dialekt bo'ladimi, qanaqadir. O'sha bo'lgan, уже keyinchalik уже qarasangiz Apple deydi, Cash deydi, o'zini anaqalari borda, qanaqa yozilsa shunday gapiraverishingiz kerak ekanda, uyalmasdan. Aytadi, maqol har yerni qilma orzu, har yerda bor tosh tarozi. Shunaqa. Nimadir yaxshi taraflari ko'p, nimadir qiyinchiliklari ham bo'lishi mumkin, lekin juda qiynalganman yoki nimadirdan qiyin bo'lgan narsani eslolmayman. Hamma qatori, hamma sog'inadi. Hamma misol uchun boshida tilga ozgina ko'nikkuncha shu havo, quyosh juda ham yetishmagan. Men quyosh hali ham yetishmaydi. Endi hozir o'rganib qolganman, o'sha paytda bir kun quyosh chiqsa ko'chaga chiqib ketardim-da, chunki вообще quyosh ko'rmaysiz-da. Stress o'sha quyosh ko'rmasangiz. Shunaqa. Hammasi to'g'ri bo'lgan deb o'ylayman. Demak, o'sha o'tmishga qaytib nimanidir o'zgartirmagan bo'ladi. Chunki hammasi opit-ku. Misol uchun qanaqadir yutuqlarimiz ham anaqa probellarimiz ham hammasi opit. O'shaning uchun hech nimani o'sha hamma bo'lgan voqealar hozirgi kunimizni belgilab beradigan voqea hodisalar bo'lganda, o'shaning uchun Xudoga shukr, alhamdulillah hech nimani o'zgartirgan bo'lmasdim. Shunaqaligicha qoldirdingiz. O'zingizni baxtliman deb hisoblaysizmi? Hisoblayman. Baxtliman deb hisoblayman. Hamma baxtni har xil narsada ko'radi. Kimdir boylikda, kimdir farzandda, kimdir uy-joyda, kimdir mashinada, kimdir ota-onada. Bugungi kunda hamma aytish mumkin, baxtliman, lekin deb. O'sha gapingizda lekin yo'q. Lekin bo'lmaganligi uchun ham juda ham xursandmiz. Sabzilarni o'rtacha qilib to'g'rab oldik. Endi men sizlarga bitta sirni aytib o'tmoqchiman. Menimcha bugungi kunda o'sha juda ham ko'p o'zbek vatandoshlarimiz eshitgan, ko'rgan mashhur 100 Roses of London degan marka ostida chiroyli gullar, buketlar, o'sha bazmlarga o'zgacha shukuh bag'ishlaydigan gullar buketini tayyorlaydigan inson ishlab oladi. Mana tanishganimdan xursandman. Bularni qo'llarida yaratilgan o'sha buketlar, gullar shunaqangi ham chiroyliki, ularni so'z bilan ta'riflay olmayman, chunki go'zalligi juda ham hammani qalbidan o'ringa ega bo'ladigan darajada. Agar siz ham o'z yaqinlaringizga, aziz insonlaringizga, qolaversa kimgadir go'zallik ulashmoqchi bo'lsangiz, o'zingiz uchun hatto, lekin hali hech qachon o'zim gul zakaz qilmagan ekanman, bilasizmi? Qilganman. Men qilib ko'raman bu safar. Qanaqa his qilar ekanman. Agar yaqinlaringizga, o'zingizga yoki kimgadir go'zallik ulashmoqchi bo'lsangiz, Shahnozaxon bilan ulaning. Ularni veb-saytlari, qolaversa Instagram stranichkalari, bizneslarning Instagram stranichkalarini opisaniyada yozib qoldiramiz. Shahnozaxonga murojaat qilsangiz agar, ular siz xohlagandek buketni yaratib beradilar va sizni yaqinlaringizga jo'natib ham beradilar. Delivery qilish imkoniyatiga egalar. Qolaversa pick up qilishingiz mumkin, sizga qaysi biri qulay bo'lsa. Ular aynan mana shu gullarni, buketlarni shunaqangi muhabbat bilan yasaydilarki, ko'rganingizda lol qolasiz. O'sha gullada mehr, muhabbatni sezasiz. Chunki bu hobbi bo'lganda, o'sha hobbi hozir biznesga aylangan. Ko'rdingizmi, o'sha har doim aytishadi, agar inson qiladigan ishini yaxshi ko'rib qilsa, hayoti 5 yilga uzayar ekan. O'sha ham qolaversa, o'sha ishning natijasi o'zgacha bo'lar ekan. Bir nima deydi, barakali bo'lar ekan. Sizga xursandchilik bag'ishlar ekan, olib kelar ekan. Shuning uchun ham Shahnozaxon o'z xursandchiliklarini siz bilan poylashga tayyorlar. Faqat bor yo'g'i ularga murojaat qilsangiz, xohlaganingizdek qilib buketlarni yasatib beradilar. Qolaversa, chiroyli bazmlarni, to'y marosimlarni dekoratsiyasi bilan ham aynan gullar bilan dekoratsiya qilish
imkoniyatiga egalar. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Keling endi mana o'sha biznesingiz haqida ozgina so'z yuritaylik. Nimaga aynan 100 Roses of London deb qo'ydingiz biznes nomini? Bu marketingoviy xodda, chunki ko'p odamlar keywordslar bilan qidirishadi-yu Google'da. 100 Roses degan keyword juda ham populyar bo'lgani uchun, chunki turmush o'rtog'im o'zi web dizaynerda, ular veb-saytlar bilan shug'ullanadilar. O'zlari shuni taklif qilib, veb-saytni ham o'zlari qilib berganlar. Gullar bilan yoshligingizdan shug'ullanganmisiz yoki mana Londonga kelgandan keyin shug'ullana boshladingizmi? Gullar bilan biz institut o'qib yurgan paytimizda shu yana o'rtog'im bilan, haligi yana ismi Zeboxon bilan. Zeboxon, men ham sizni yaxshi tanib qoldim. Institut o'qib yurgan paytimizda juda ham ko'p ish qilganmiz. Har xil sohada, misol uchun arxitekturada o'qisangiz, proyektlar ham qurasiz, borib to'ylarni ham oformleniya qilib kelaverasiz, qo'lingizdan keladi. Parda ham tikkanmiz. O'tirib olib elita pardalarni. Keyin o'shanda to'ylarga 2 tami 3 ta to'y, ko'p emas, 2 ta to'y borib chiqib oformleniya qilganimizda shunaqa yoqqan menga. Hali gulni o'zi живой gullarni yasatish, drapirovkalarni qilish, shunaqa с удовольствием qilaman-da shu ishni. Keyin haligi arxitekturni ishlardan charchagandan keyin bolalar bilan har kun kechasini ishlab chiqish ham charchaysiz-ku. Shunaqa. Keyin nimadir qilgim kelyapti, qo'lda yasagim kelyapti, nimadir narsa shunaqa narsaga anaqa moyilligim bor deganimda, keyin turmush o'rtog'im aytib qo'yganki, anaqa ularning o'rtoqlarini, ayolini цветочный magazinlari bor ekan. Keyin men ularga kontakt chiqqanman-da, iltimos, men praktika qilsam maylimi deganman. Keldigan. Borganman, o'sha yerda 1 yilga yaqin ishlab, praktika qilib, gullar nomini ham bilmasdim, bo'lmasa-da o'sha gullarning nomini o'rgandim. Qanaqa sachitaniya bo'ladi, qanaqa tushadi, o'zi yasalishi qanaqa. Shuni o'rganganman, keyin 1 yil ishlab, o'sha yerda давайте o'zimiz endi ochamiz onlayn. Men bolalar bilan juda ko'p magazinga chiqib o'tira olmayman, o'zim qilsam onlayn flexible bo'laman. Chunki hozir hamma narsa onlayn ko'paydi. Odamlar anaqa udobstvo qidiradi. Onlayn qilish To'y ham onlayn. Keyin shu bilan onlayn shop ochib bordik. Mana bugungi kunga qadar muvaffaq, bilmayman bu so'zni qanaqa aytish kerak, muvaffaqiyatli ish olib boramiz. Lekin bilishim bo'yicha aynan revyulardan juda ko'p yaxshi so'zlar yozib qoldirilgan, aynan o'sha gullarni svejiligi, nima deydi o'sha? Chunki nimaga sveji bo'ladi? Zakaz keladi kechqurun, misol uchun kechqurun keladi, o'sha kechqurun soat 2 gacha menda slot bo'ladi. Gollandiyadan gul zakaz qilishim. 2 gacha zakaz qilaman, ertalab olib kelib beradi u. Voy, Gollandiyadan Angliyaga shu. Yo'q, Gollandiyaning gulini misol uchun 2 kun oldin zakaz qilsam, primo Gollandiyadan keladi. Agar 1 kun oldin zakaz qilsam, Gollandiyadan o'zini supplierga olib keladi bu yerda. Ular keyin menga olib kelib berishadi. Postavщикka olib kelishadi. Tushunarli. Shuning uchun har doim sveji gul bo'ladi. 3 kunlik gulni ishlatmas ekansizda. Yo'q. 3 kunlik gul turmaydi ham uyda. Turmaydi ham. Demak, o'sha flexibility sizga to'g'ri kelgani uchun uydan o'zingiz tayyorlab ishlab boshladingiz. Turmush o'rtog'ingiz mana shu biznesingizni yuritishda yordam beradimi? Ko'pincha deliveryga o'zi chiqib ketadilar. Ularni ham anaqalari flexible рабочий anaqasi ishlari. Anaqa klientlar bilan ko'rishga chiqib ketadilar, uyga kelib ozgina ishlaydilar, ofisga borib ishlaydilar. Keyin mana shunaqa yuraveradilar-da. Umrlar uzoq bo'lsin ilohim. Bugungi kungacha mana shunaqa sizni podдержка qilib, biznesingizni yuritishga yordam berganlar uchun, qolaversa siz u bizni bugun xonadonlarimizga chiroyli gullarni yasab, xonadonimizga shukuh bag'ishlayotganingiz uchun rahmat. Biznesingizga rivoj tilaymiz. Albatta siz ham aziz vatandosh, yaqinlaringizga go'zallik ulashmoqchi bo'lsangiz, Shahnozaxon bilan aloqaga chiqing. Endi karamlarimizni qanaqa qilib to'g'raymiz? Mana shu kattalikda unaqa kichkina qilib tashlamaymiz. Erib ketmasligi kerak, shunda turish kerak-da o'rganimizda. Endi tushunishim bo'yicha hech narsani qovurmaymiz. Yo'q, hech narsani qovurmaymiz. Чисто dietический ovqat bu. Hamma narsani shu qavat qo'yamiz. Har bitta qavatini zira, murch, tuzlab chiqamiz. Bo'ldi, shu bilan yarim piyola suv qo'yib dimlab qo'yamiz. Demak, endi menimcha hamma sabzavotlarni to'g'ri bo'ldik. Kartoshkani-chi? Kartoshkamiz eng tepa qavatga qo'yamiz, chunki yumshoq erib ketishi. To'g'ramaymiz buni. 2ga bo'lib chiqamiz. 2ga bo'lib chiqamiz. Shahnozaxon, mana turmush o'rtog'ingiz farzandlar bilan O'zbekistonga butunlay qaytib kelish rejalar bormi, yo'qmi? Yoki shu haqda, bu haqda nima deb o'ylaysizlar? Ko'p
o'ylardik. Keyin qanaqadir momentda уже maktabi ham yaxshi bitdi, mayli, обучениесі yaxshi deb to'xtamga keldik qolishchi. Endi hozir yaqinda oyijondan ko'rsalar kerak bu videoni. Ular kelib, chunki uchala o'g'il ham shu yerda ularda, uchta o'g'illari o'zlari bo'lib qolgan, keyin borsanglar zo'r bo'lardi degan deb gap ochdilar. Keyin o'ylanib qoldik, rostdan ham уже nima deydi, qiyin bo'ladi kelib ketishda, endi yosh katta bo'lgandan keyin. Shuning uchun balkim borishimiz ham mumkin. Ya'ni aniq emas, o'ylab ko'ramiz yoki tez borib turamizmi? Keyin ko'ramizmi? Yaqinlar bilan o'tkazilgan har bir oningiz ular bo'lmaganda armonda bo'lib qoladi. O'shaning uchun. Endi keling, ajab sandamizni teramiz. Ishni dumbani, mana dumbani ham to'g'rab oldik. Ozgina dumba topildi. Eng pastiga dumba qo'yamiz. Ko'p emas. Men shu paytgacha dimlamani noto'g'ri tayyorlagan ekanman. Yo'q, dimlamani ikki xil yo'l bilan tayyorlaysiz. Qovurib olib dimlasangiz ham bo'ladi. Layer qilib dimlasangiz ham bo'ladi. Men shu qovuradigan stilini qilgan ekanman har doim. Bu gap xudo xohlasa mana bu stilda tayyorlab ko'raman uyda. Ta'mi qanaqa bo'lar ekan. Shahnoza, mana biznesingiz haqida yana bitta savol bermoqchi edim. Boshlash uchun qanaqadir kapital kerakmi gul biznesini? Yo qanaqa bilim kerak, qanaqa experience kerak? Agar mana bizani uyda o'tiradigan ayollarimiz ham qanaqadir shunaqa bir biznes yuritishmoqchi bo'lsa, ularga ishni nimadan boshlashni maslahat berardingiz? Qarang, agar o'zlarida praktika bo'lsa, to есть gul bilan ishlagan bo'lsalar, qo'rqmasdan ish boshlasa bo'ladi. Oddiy kompaniyani registratsiya qilib, deyarli hech qanaqa investitsiya kerak emas. To'g'ri, veb-sayt yasashingiz kerak, unga investitsiya kerak bo'ladi. Endi bizda o'zimizdanki svoy огородка veb-saytlar. O'shaning uchun veb-saytga investitsiya kerak bo'ladi. Keyin reklamaga balkim. Bo'ldi, boshqa hech qanaqa agar onlayn bo'lsa. Agar offlayn bo'lsa, magazin olinadi, magazinga hamma оборудованияsi olinadi, желательно холодильниklari bilan, keyin mayda-chuda chelakchalari solib qo'yishga gullar shu. Endi в основном onlayn boshlash kerak-da. Onlayn boshlasa osonroq bo'ladi odam o'ziga, keyin ko'radi. Mana siz qilmoqchi bo'lganda supplierlar dedingiz, поставщикlarni qanaqa topishadi? Internetda hamma narsa Google'dan qidirasiz, flower supplier deysiz, chiqib keladi spisklar, hammasi o'shalarga kontakt qilasiz, dogovor tuzasiz borib ular bilan. Juda oson ishlari hozir. Tushunarli. Demak, eng avvalo kompaniyangiz registratsiya qilingan bo'lsa, bo'ldi. Dogovorlarni qilasizda, supplierlar bilan ular o'zlari sizga hamma narsani olib kelib berishadi. Olib kelib berishadi. Birinchi o'rinda o'sha ishtiyoq bo'lish kerak. Qanaqadir experience bo'lish kerak. Gullar bilan ishlagan sizda bor edi. Yo'q, menda experience oldin bo'lmagan, shu 1 yil magazinda ishlaganimda o'shanda olganman. Основном o'zingiz nima deydi, xohishingiz bo'lsa shu narsaga o'rganib ketsa bo'ladi. O'qish kerak emas, misol hech qanaqa kurslarga bormaganman. Просто praktikada ko'rganman shu narsalarni. Mana ishlab yuramiz. Bugungi kunda Londondagi eng mashhur nima deydi, bizneslardan birisiz. Eng chiroyli gullarni yaratadigan bizneslardan biri. Demak, eng avvalo ishtiyoq, qanaqadir experience, chiroyli veb-sayt, kerakli поставщикlarni, o'sha gullarni sizga dostavka qiladigan firmalarni topib, ular bilan dogovor tuzish va bismillah deb ishni boshlash. В основном veb-saytda. Hamma narsa chunki veb-sayt orqali keladi. Veb-sayt orqali. Komplaynlar bilan qanaqa? Komplayn, xudoga shukr, haligacha komplayn tushmadi. Hatto mana bitta voqea bo'ldi, 2 kun oldin gul delivery qilindi. Telefonda anaqa ishni ochmagan, telefon qilishganda gul olib keldingiz, pastda qoldirib ketinglar, konsyersda deyilgan. Gul qoldirilganda delivery anaqamiz ketganlar. Keyin 2 kundan keyin Norvegiyadan zakaz bo'lgan, telefon qilib bizga gul kelmadi deyishdi. Keyin biz rasmlari bilan hammasini yo'q, mana gul delivery qilingan, zvonok telefon qilganda gaplashilgan, mana shunaqa tashab ketamiz desa, u anaqa u odam ham noto'g'ri tushunganda, anaqa yo'q deb olmadik deb turib oldi. Keyin bu jo'natgan qiz norvegiyalik qizga tushuntirishni boshladim. Shunaqa desam, bo'ldi, tushundim dedi, kameralardan tekshiramiz, hech kimdir o'g'irlab ketganda gullar. Pastdan, konsierj ofisdan bo'lmasa. Keyin bo'lmasa xafa bo'lmagin, shuncha pul ishlatib, shuncha vaqt ishlatib zakaz qilding, men senga o'zimdan for free buket yasab yuboraman dedim. Xursand bo'lib qoldi. Keyin o'zim yaxshi gullarim bor edi, o'shandan gul yasab, borib delivery qilib, u ayolni ham xursand qildik. Mana shu ayol yuborganda bu ham xursand bo'lib qoldi.
boshqa unaqa komplaynlar yo'q, xudoga shukr. Tushunarli. Demak, shunaqasi ham bo'lib turar ekan, chiroyli turgan gullarni ko'tarib. Biz bilib oldik, endi boshqa hech qachon gul tashlab ketmaymiz, chunki ming kamera bo'lsa ham, ming lok anaqalar bo'lsa ham o'g'irlab ketish ehtimoli baland ekan. Ha, iloyim, mana shu nima deydi, hadya qilgan xursandchiligingiz orqasidan baraka kelsin biznesingizga. Endi go'shtni solamiz. Xo'p. Gullar do'konini ochish planingiz bormi, yo'qmi? Albatta, do'kon ochish planimiz bor. Bo'lgan ham endi 3-chi farzandimiz tug'ilish arafasida bo'lib qolgani uchun men o'zim ko'p vaqt ajrata olmayman. O'shaning uchun hozircha to'xtab turibmiz. Unga odam qo'yish kerak, u odamni qarab turishingiz kerak, u odam ishlash kerak polностью-da. O'shaning uchun men o'zim qilgim kelyapti, nima deydi, yasagim kelyapti ishlarni. O'shaning uchun uydan bo'lib tursin deb o'zim hozircha to'xtatib turibman shu ishni. Chunki menga qulay, fleksibelman, bolalarga ham ulguraman qarashga, uyga ham, gulga ham. Shunaqa. Lekin rejada bor. Rejada bor. Rejangiz albatta amalga oshsin. Go'shtimizni solib bo'lgandan keyin bitta tuzlab yuboramiz. Bitta tuzlab yuboramiz. Har bitta qavatni tuzlashimiz kerak. Shahnozaxon, qarang, mana siz O'zbekistonda ham ancha payt yashagansiz, mana Buyuk Britaniyada ham 10 yil yashayapsiz. Bilasizmi, O'zbekistondan bu yoqqa kelgandan keyin, necha yil yirlardan keyin ba'zi bir narsalar normaga aylanar ekan. Lekin aynan mana shu narsalar O'zbekistonda norma emas. Keling, shular haqida ozgina gaplashaylik. Siz Buyuk Britaniyadasiz, siz farzandingiz tug'ildi. Farzandingizni sizni qaynona-qaynotangiz yoki ularni ota-onalari nom berishi norm yoki ne norm? Absolutno norm. Absolutno. Birinchi farzandimiz Diyorani, misol uchun, men dadam ismlarini qo'yganlar. Madinani o'zimiz qo'yganmiz, Ayshani ham o'zimiz qo'yganmiz. Ular odobreniya qilishgan, qaynota-qaynonamga. Absolutno norm. Bolalarga uyda ba'zan inglizcha gapirish norm yoki ne norm? Norm. Chunki o'zi avtomatik sizga inglizcha gapirsa, siz avtomatik javob berasiz ingliz tilida. Endi o'zingiz bilmasangiz o'zbekcha javob berasiz. Agar o'zingiz lekin kontrol qilib osonda buni ruscha ham gapirsa ruscha javob beradi, shunaqa inglizcha gapirsa inglizcha javob berasiz. Absolutno norm, lekin harakat qilish kerak o'zbekcha gapirishga. Tushunarli. Bolalarga majburlab o'zbek tilini yoki o'sha rus tilini o'rgatish norm yoki ne norm? Oilaga qarab, bir xillarga norm, bir xillarga ne norm. Misol uchun bizda bizban bolalar va ruschani bilmaydi. Lekin o'rgatish niyatim bor, agar o'zlari qiziqsa. Mana aynan Londonda qaynona yoki qaynotaga ertalab turib choy tayyorlab bermaslik norm yoki ne norm? Norm. Toshkentda ham norm. Toshkentda ham norm. Ishingiz nechida boshlanishi bilmaysiz-da, to'g'rimi? To'g'ri. Qaynona-qaynota tushunadigan bo'lishsa, misol uchun Xudoga shukr, maqtab o'tib, bizning qaynona-qaynotamiz bor. Tushunishadi. Demak, ularga mana ertalab nonushta tayyorlashga vaqtingiz bo'lmasa, tushunishadi, to'g'rimi? Demand qilishmaydi, yo'q, tayyorlab berasan deb. Bolalarga o'sha uyda ba'zan ovqat pishirmaslik norm yoki ne norm? Конечно, norm, chunki bu yerda vaqtingiz bo'lmay qolishi mumkin. Ko'cha to'la ovqat. Nimaga norm bo'lmasligi mumkin? Norm bu ham. Ko'paytirib olish kerak emas. Bir haftada bir marta misol uchun fast food berishingiz mumkin. Men o'zim shunaqa qilaman. McDonald's berishim mumkin, KFC berishim mumkin. Lekin harakat qilaman sho'rvalar qilishga. Ichmaydi shu sho'rvalarni. Uyda qancha sho'rva qilasiz? Bolalar uchun deysizda, bolalar ichmaydi. Hammasini o'zim ichaman. Mehmon kelaman deganda vaqtingiz bo'lmasa, yo boshqa kuni kelinglar deyish norm yoki ne norm? Harakat qilaman rad qilmaslikka, lekin bu norm bu yerda. Lekin misol uchun o'zimiz mentalitetdan kelib chiqqan holda baribir ham keyavering desishingiz bo'lsa ham. Lekin norm. Yo'q deysham. Lekin men unaqa qilmagan deb o'ylaysiz. Absolutno. Norm. Lekin men unaqa qilmaganman hali, nimagadir. Hali ham o'zbekchilik anaqasi kuchli-da. Albatta, chunki bu bilasizmi, bizda fundamentda ishlaydi-da, nimamizda, mirovozdeniymizda. Prezdat qilmasdan ham keyaverish kerak-ku bizda. Bizda uydamisan, borsang maylimi so'raladi baribir ham bitta. O'zi shundoq kelish kerak. Biz O'zbekistonda qarindoshga ham, o'rtog'ingizga ham shunday bostirib borasiz. Eshik taqilib, uydamisan 5 minutga keldim. 5 minutga u xudo xolasa 50 minut bo'lib qoladi. Gapirmang. Farzandlarni o'sha tarelkadagi hamma ovqatini yeyishga majburlash norm yoki ne norm? Bu o'zi norm, majbur emaslik kerak, lekin men majburlayman.
yoqtirmayman to'g'risi agar idishda ovqat qolsa. Uvolda tashlab yuborish. O'shaning uchun harakat qilaman kamroq solib oxirigacha yedirishga. Ha, shu kamroq solib. Lekin ular maktabida misol uchun bitta qoshiq olib tashlab yuborishadi musorga. Bir marta ko'rganman lunch time'da. Bolachalamda qari даже teyilmagandan top-toza ovqat shundoq borib 20 tasi tashlaganda podrяд u erta ishlaydigan anaqa ham povur yordamchisi ham hayronda. Shuncha top-toza ovqatlar musorga uvol kuchli juda ham. Harakat qilaman kamroq solib oxirigacha yedirishga. Buyuk Britaniyada turmushga chiqqandan keyin qaynona qaynota bilan yashamaslik norm yoki ne norm? Norm. O'zimizda ham o'sha norm bu. Yo'g'i? Toshkentda, ha? O'zbekiston o'zimizda ham norm. Demak, anaqa siqtashmaydi. Kelinim, o'g'lim men bilan yashasin. Qaynonalar hozirgi kunda. Yo'q. Qaynonalar o'zlarini bir chiqarishga harakat qilishadi. Davaychi boringlar, biz o'zimiz turamiz deb. Bolalaringni ham olib kelmalaring deydi. Buni plus tarafi ko'pda. Chunki qarang, mana alohida yangi tuzilgan oila. U o'zi boshqarishi, nima deydi, семья должен быть один хозяин deydi-yu. O'shaning uchun xozayka ham kuxnyada bitta bo'lishi kerak. Lekin men o'zim qaynota-qaynonamdan turishni yaxshi ko'raman. Kelishganda ham постоянно bizga turishadi. Yaxshi ko'raman, to'g'ri anaqa qilamiz. Bu norm deb hisoblayman. Alohida turishi, даже kerak ham deyman, alohida turishi. Chunki samostoятельный bo'ladi. Oilaviy muammolarni o'zi yechishga harakat qiladi. Bu anaqamiz, ular maslahat so'rashadi, lekin hammasini o'zi hal qiladi-da. Oila shunaqa становленияsi alohida bo'lishi kerak bo'layman. Tushunarli. Ertalab 6 da turib, podyez yoki ko'cha supurib, suv sepish norm yoki ne norm? Menda unaqa bo'lmagan. Bir marta ham bo'lmagan unaqa. Bitta odamni uchratmaganman, shu hech kimni Angliyaga kelgandan keyin bir marta bo'lsin 6 da ertalab turib, ko'chani supurib, suv sepganini. Faqat ozina bo'lishi mumkin. Voy, rostdan bitta ozina. Mana Angliyada yosh bolalarni o'zidan katta bolalarni ismi bilan chaqirishadi. Sizningcha mana sizni farzandlaringiz o'zidan katta odamni ismi bilan chaqirsa norm yoki ne norm? Norm. Bizda даже tennis couchimiz 65 yoshli kishida Jonti deb chaqiramiz. Men mister nimadir deb chaqiraymi? No, I'm Jonti dedi. Bolachalar ham 5 yoshli bolacha ham Jonti deb chaqirishadi, biz ham Jonti deb chaqiramiz-da. Men nimagadir hali ham shu narsaga o'rgana olmayman, bilasizmi? Mana mister nimadir deb chaqiring, familiyang nima aytgan desam, I'm Jonti dedi. Okay, Jonti bo'lsa Jonti. Bo'lmasa mana shunaqa. Tushunarli. Hozirgi kunda menimcha ko'p yoshlarga ham shu narsa norm bo'ldi, lekin nimagadir haligacha meni qulog'imga sal g'alati eshitiladi. Demak, piyozni soldik, ustidan go'shtni taxladik, undan keyin bolgarskiy, kabachki, yana qaytadan ikkinchi marta qaytarib solaveramiz. Faqat eslaringizdan chiqmasin, kartoshka eng oxirida faqat ustiga solinar ekan. Bugungi kunda o'zbek o'sha gullarni sotib oladigan o'zbek xaridorlaringiz ko'pmi? O'zbek xaridorlardan bitta bo'lgan. Chunki в основном amerikanslar и Emiratdan zakazlar bo'ladi. И anaqadan, Gonkongdan nimagadir. Shu 3 ta davlatdan. Maktabdan bolalarni olib qaytganimda zvonok bo'ldi New Yorkdan, javob berdim, inglizcha gaplashdik, iltimos qildilar, iltimos menga bugun kerak opam tug'ilgan kunlari deb. Keyin men aytdim, bugun o'sha vaqt o'tib ketdi, ertaga qilib bersa bo'ladimi? Yo'q, bugun kerak iltimos dedilar. Xo'p dedim, men saplarlarni tekshiraman dedim. Tekshirdimda, ha iloji bor, yana pionir so'raganlar, no сезон уже tugayotir pionirlar dedi. Bormi desam, topib beramiz deyishdi. Savat yasadik, keyin order tushadi-yu, anaqadan ko'rasiz-ku, anaqadan veb-saytdan. Qarasam, Yulduz familiyalari, O'runova, menimcha familiyalari turibdi. Voy, o'zbek ekanlar dedim-da. Keyin inglizcha gapiryapmiz. Inglizcha gapiryapmiz, WhatsAppda inglizcha bir-birimizga chat qilyapmiz. Keyin mayli, anaqa qilib delivery qilib olaylik, keyin gaplashamiz, tanishamiz dedim-da. Keyin delivery adresi qarasam, прям next anaqa, shuni через дорогу-da. Sizga yaqin joy ekan. Voy, bu ko'chada. Ranopa. Xo'jayim iltimos qildim-da, turmush o'rtog'imga. Xo'jayinim demayman o'zi, nimagadir chiqib ketdi og'zimda. Keyin ularga iltimos qildim, mana mashti ekan, berib kelamiz billa. Faqat assalomu alaykum deb o'zbekcha gapiring, o'zbekligimizni ham bilishsin dedim. Ular ham ko'rib assalomu alaykum desalar, Ranopa hayron, "Voy, siz bu kompaniyaga ishlaysizmi?" deb savol berdilar. "Yo'q, bu bizniki" dedilar-da ular. Keyin shu bilan ketdik. Keyin men Yulduzga yozdim. "Yulduz, давайте знакомиться" dedim. "Я тоже O'zbekistondan" desam, ular hayron, "Yo'q" dedi. Keyin menimcha opingizni ko'rganman bir marta dedim-da, naqada Sumali patida. Keyin ular bilan tanishdim, ish qilib, mana shunaqa qiziq voqea bo'lgan. Ha, ko'rdingizmi? Mana bizani partiyalarimiz, eventlarimiz qancha odamlarni birlashtirar ekan butun dunyo bo'ylab. Ya o'zbeklar yana bo'lgan ekan bitta ikkita. Esimga endi tushdi. Ha, bu local.
tushunarli. Kim bilan ishlash osonroq? O'sha o'zimizni o'zbek klientlar bilanmi yo boshqalar bilan? Bir xil. Odam o'ziga qarabdi. O'zingiz misol uchun muomalani chiroyli qilsangiz, ularga kerak narsasini bersangiz, hammasi chiroyli bo'ladi. Даже самый kaprizli anaqa klient ham qilsa bo'ladi. Nima deydi? Ko'nglini topsa bo'ladi. Xo'p. Endi kabachkilarni ustiga soldik. Yana nimalar qoldi? Ozgina shu qizil piyozni solamiz. Qizil piyozlardan solamiz. Xo'p. Shahnuza, agar mana sizda aytaylik, o'tmishga qaytib boshqa kasbni tanlash imkoniyati bo'lganida, o'sha arxitektura yoki gullar emas, umuman boshqa kasbni tanlash imkoniyati bo'lganda qaysi kasb tanlagan bo'lardingiz? Shu anaqa. Shu areada-da, shu kreativность nima bilan bog'liq bo'lsa, shuni tanlagan bo'lardim. Chunki o'zim kompyuterda ishlasham, misol uchun kreativniy veb-saytlar, misol uchun o'rganganman veb-saytlarni qilishni ham, u ham yaxshi. Yana nima sohalar bor? Uzr bo'laman. Yana nima hobbilaringiz bor deb savol berishim kerak edi menimcha. Bu aslamda hobbim shu-da, boshqa hobbim. Aslamda hobbingiz gullar. Bir 3 yil, 4 yil oldin tort pishirishga qiziqqanman. Demak, tort ham pishira olasiz. Keyin to'xtatganmiz. Ortiqcha kilogramlar bo'lgandan keyin to'xtatganmiz tortlarni qilishni. Agar mana bugun o'zimiz uchun-da. Shunaqa zakaz tushsa, tort bilan gul qilib bera olasizmi? Lekin tort qilmayman, chunki juda ham vaqt ko'p ketadi. Unga time consuming juda ham anaqa charchab qolasiz, bolalar bilan tim bo'lib. Lekin arrange qilib bera olasiz. Aha, tushunarli. Demak, o'sha xohishingizga qarab, shu yerda tavsiya qilsam bo'ladi. Bizda guruhimizda yaxshi Munavvara degan qizimiz bor. U prям professional tortlar bo'yicha ularga murojaat qilsangiz bo'ladi. Iloji bo'lsa telefon raqamini ham tashlab ketsangiz bo'ladi. Albatta, Munavvaraxonni ham. Muna Cakes ko'plar eshitgan. Ularni bugungi kunda o'sha o'zbeklarimiz taniydigan Muna Cakesni tayyorlaydigan Munavvaraxonni ham kontakt detallarini qoldiramiz. Agar sizga o'sha shirin, mazali, mehr bilan tayyorlangan pishiriqlar kerak bo'lsa, juda ham tavsiya qilaman. Albatta, ularga murojaat qiling. Demak, eng oxirida pomidorlarni qo'yamiz. To'g'rimi? Yo'q, oxiri emas, hozir yana karam bor. Hali yana karamimiz bor. Farzandlaringiz necha yoshda? 8 yosh, 6 yosh yangi chaqaloq. 3 oy. 3 oy. Qarang, mana 3 farzandni onasi vaqtni qanaqa qilib topasiz? Mana ham gullarni sotishga, ham farzandlarga qarashga, uyni ishi bor, boshqasi bor. Yaxshi ko'rgan ishingizni qilsangiz-chi, vaqt ham topilaverar ekan. Misol uchun gulni yarim kechasi ham quraman, bolalarni uxlataman-da, 12 dan keyin balkonga chiqib olaman-da, balkonda joy qilib olganmiz, o'sha yerda gullarni yasab, tayyorlab qo'yaman. Yoki bolalar maktabdaligida kichkinacha uxlaganida o'shanda tayyorlab olaman. Yaxshi ko'rgan ishingizni qilsangiz-chi, kucham kelaveradi, с удовольствием energiyalaringiz kelaveradi. Eng asosiysi o'sha qilayotgan ishingizni, kasbingizni ko'nglingizga yaqin bo'lgan kasb tanlasangiz agar, ham barakali, ham nima deydi? Unumli bo'ladi. Unumli bo'lar ekan. Mehr bilan qilar ekansiz. Demak, kartoshkamizni solib bo'ldik. Endi ozgina yana tuzlab olamiz. Xo'p. Karam bo'ldi shu bilan. Ziravorlardan solamiz. Ziravorlarni oxirida solamiz. To'g'rimi? To'g'ri. Shahnozaxon, mana farzandlaringiz siz tanlagan yo'lni davom ettirishni xohlarmidingiz? Ha, albatta. Mana katta qizim jora florist bo'laman dedi hozir. Florist bo'laman. Demak, hozirdan o'sha onasi yaratayotgan yaxshi ko'radigan ishini nimasini yaxshi ko'radi, pul keladi-yu, pulni sanash yaxshi ko'radi. Qanchaga sotdingiz dedi, qancha foyda bo'ldi dedi, o'sha narsalarni yaxshi ko'radi. Tushunarli. Demak, hozirdan sizga o'sha yordam beradilar. Endi prям yordam bermaydi-yu, no, misol uchun bolaga qarab turishi mumkin, men qilib olishi mumkin ishni. Lekin o'zi ham kelib, misol uchun ozgina gul qolsa, kelib o'ynab bir narsalar qiladi. Qiziqishi bor. Kстати, o'tgan yili 14-fevralda rosa busy bo'lganmiz. O'shanda atirgullardan bir 10 tasini menga o'rab bering, men chiqib metroning yonida sotaman degan. Uni o'rab berganman, anaqa qaynukam bilan chiqamiz deyishganda, keyin nimadir bo'lib, kech bo'lib qolganmi, chiqishmagan. No, balanslar bor, shariklar, воздушный serdechkalar bor edi. Keyin qo'yni o'qisamasini birga chiqamiz. Ishlarimni bitirib chiqaman deb o'sha serdechkalarni qalan sotganmiz deyman. Valentinaga. Valentinaga. O'zida qiziqish bor ekan. O'zi to'g'ri tushuninglar. Просто nima deydi?
bolani qiziqishi bo'lgani uchun that's her first business deb promote qilib anaqa qilganmiz, hamma pul o'ziga olgan. Mashalloh. Mana o'zi ham qarang, o'zida qiziqishi bor, muhabbat uyg'otibsiz. Ular ham bir kuni katta florist bo'lsalar, hech gap emas. Xo'sh, dizayner bo'lsa ham, mana arxitektor bo'lsa ham, juda ham zo'r sohalar, arxitektura, dizayn. Mana rostini ayting, farzandlaringiz nima ish qilishni xohlardingiz o'zingiz? Kichkinam doktor bo'lishni xohlayman, chunki qaynonam doktorlar. O'zida qiziqish bormi? Yo'q, o'qituvchi bo'lmoqchi. O'qituvchi bo'lsa ham yaxshi, o'zi xohlagan kasbini tanlasin, lekin kimdir vrach bo'lsa yaxshi oilamizda, kimdir arxitektor bo'lsa yaxshi, mayli bittasi florist bo'lsin. Xohlardim shunaqa. Bu tugadi. Endi ziravorlar solamiz. Ziravorlarni solamiz. Petrushkamiz bor. Petrushka. O'shani solamiz ustiga. Qarang, mana zelenni olovga qo'yishdan oldin solasizmi yo keyinmi? Oldin solamiz. Oldin solamiz, xo'p. Hammasini oldin solib, keyin yarim piyola suv qo'yib, baland olovda u suv qaynamaguncha baland olovda keyin past qilib qo'yamiz, 1 soat turishi kerak. Endi qancha ko'p tursa shuncha yaxshi. Eng minimalisti 1 soat. Bo'ldi, tushunarli. Qarang Shahnozaxon, mana agar siz hozir farzandingiz kichkina bo'lganligi uchun floristlik bilan shug'ullanyapsiz. Ertaga farzandlar katta bo'ladi, voyaga yetadi, o'qishga o'zi borib keladigan bo'ladi. Mana shunaqa paytda sizga o'zingiz arxitektura dizayner yo'nalishi bo'yicha ish taklif qilishganda bu biznesni tashlab qo'yarmidingiz yo'qmi? Yo'q, albatta tashlab qo'ymayman. Endi hozir shunaqa deb o'ylayapman. Xudo biladi, yana keyin nima bo'ladi. Arxitektura qurilish zo'r biznes. Endi unda full engaged bo'lishingiz kerak. Ertalabdan kechgacha ishlasangiz, u flexible uncha bo'la olmaysiz. Единственное, dizaynda balkim flexible bo'lasiz, interior dizayn. Baribir butun anaqangizni berishingiz kerak-da unga. Vaqtingizni. Bolalar sal kattaroq bo'lsa, balkim dizaynga o'tib ketishi mumkin-da. Yoqadi o'zimga ham dizayn sohasi. Chunki Toshkentda ham 15 yilga yaqin ishlaganmiz dizayn sohasida. Shahnozaxon, mana qisqa qilib aytganda, Britaniya siz uchun nima? Britaniya bu ruscha aytganda strana возможностей. Har tomonlama qarasa bo'ladi bunga. Bolalarni maktabga borib kelishi ham, o'qish sistemasi ham, to'g'ri, nyuanslari bor o'qish sistemasi ham, lekin в основном maktablari juda ham yaxshi. Keyin yana nimaga strana возможностей, o'zingiz o'sasiz. Mudriy o'zbekcha bilmayman so'z nima bo'ladi. Aqlliroq emas, hayotga ko'proq tajribangiz oshadi hayotda. Hech kimga polagatsiya qilmaysiz, hamma ishni o'zingiz qilishingiz kerak. Erkinlik ham. Qaysidir ma'noda erkinlik ham o'zingizga o'zingiz bo'lganingiz uchun. Nimaga erkinlik? O'zimiz O'zbekistonda misol uchun qarindoshlar, urug'lar keladi, u nimadir dedi, kim nimadir dedi, o'sha problemasini o'zingizga olasiz baribir hamda. O'shani problemasini bo'lishgingiz keladi. Bu yerda eshitmaysiz ham, misol uchun uydagilar ham ko'p gapirishmaydi, unda unaqa problema ekan bunda. O'zingiz bilan o'zingizsiz, shunisi ham bor, erkinlik tomon. Gap so'zdan erkinligingiz bor. Gap so'zdan uzoqdasiz. O'zingiz hayotingizda o'zingiz hech kimga qarab, "Voy, bu bunaqa ekan" deb solishtirish yo'q. Shu tomonlama yaxshi. Demak, endi buni qopqog'ini yopib, qozonimizni olovga qo'yamiz va bir marta yaxshilab qaynatib olamiz. Yarim piyola suv solamiz. Yarim piyola suv solamiz. Baland olovda qaynatib olamiz. Qaynagandan keyin eshitiladi ovoz, o'shanda past qilib 1 soatga qo'yib qo'yamiz. 1 soatga yopib qo'yamiz. Anaqamiz qolib ketdi, zerenimiz. Demak, to'g'ramasdan shundoqligicha tashlab qo'ysak ham bo'ladi. Mana uyingizda sizni turmush o'rtog'ingizni yaxshi ko'rgan, eng yaxshi ko'rgan ovqatlari qaysi? Eng yaxshi ko'rgan taomlari xamirli ovqatlarni yaxshi ko'radi, chuchvarani yaxshi ko'radilar. Gulxonim oyijon ko'p qilib beradilar. Manti. O'zingiz ham tayyorlaysizmi? Sizni qo'lingizdan qaysi taomni yeyishni yaxshi ko'radi? Bilmasam desam. O'zlaridan so'rash kerak. Bugun ko'rib qolsangiz, zavoda so'rang. Osh menimcha. Eng anaqa xadovoy. Oshdan anaqa yo'q. Suv ovqatlar uncha anaqa qilmaydilar. Ular kaprizli emaslar. Misol uchun, u ovqat bo'lishi shart emas. Ovqat qilmagan kunlarim ko'chadan zakaz qiladi. Ko'pincha. Hozir ayniqsa. Menimcha bu normga aylangan. Bu ham nima? Bolalar shu ko'chaning ovqatini ko'proq yaxshi ko'rishadi, nimagadir. Bo'lmasa o'zimni yaxshi oshpaz deb bilaman. Menimcha yaxshi oshpazsiz. Ko'ramiz. Mana bugun ovqat tayyor bo'lgandan keyin bunga baho beramiz. Endi bismillah deb, uy, og'ir ekan. Og'ir bo'ldi.
Millionlab o'zbek dasturxonlariga tortiladigan ajab sanda taomimiz ham tayyor bo'ldi. Shahnozaxonning qo'llaridan tayyorlangan ushbu taomni bugun birgalikda oila a'zolarimiz bilan, farzandlar bilan tatib ko'ramiz. Menimcha, o'zbek xonadoni yo'q bu taomni tayyorlamaydigan, chunki birinchidan juda oson, ikkinchidan juda ham foydali, kam yog'li va katta kichik yaxshi ko'radigan taom desam mubolag'a bo'lmaydi. Shahnozaxon, qo'llaringiz dard ko'rmasin. Avvalambor mana shunaqa chiroyli ovqat tayyorlaganingiz uchun, 3 farzandning onasi, qolaversa ajoyib bir biznes boshqaruvchisi bo'lish bilan birgalikda chiroyli ayol. Bugun dasturimiz mehmoni ekanligidan boshimiz ko'kka yetdi. Shahnozaxon, bilasizmi, mana bugungi taomimizni ta'mi ham o'zgacha bo'ladi, chunki buni gap ustida pishirdik. Bekorga bizning kanal gap ustida pishgan taomlar deb, gap GPT deb nomlanmaydi. Ko'pchilik so'raydi, nega aynan gap GPT deb? Gap GPTda ma'nosi bor. Bu gap ustida pishgan taomlar deya nomladik, chunki aynan mana shunaqa chiroyli oshxonada, chiroyli ko'rsatuv ishtirokchilari bilan chiroyli suhbat ustida pishgan taomlarni lazzati o'zgacha bo'lar ekan. Albatta, dasturimiz so'ngida har doim ishtirokchilardan ikkita savol so'rayman. Eng birinchisi, o'sha 10 yil oldin Londonga kelgan Shahnoza bilan bugun meni qarshimda turgan Shahnozaning o'rtasidagi eng katta farq nima deb o'ylaysiz? Farqlar bir ikkita bo'lishi mumkin, bitta emas. Bu birinchisi sabrliroq bo'lganim. Ikkinchi farq bu hayotga sal yengilroq qarab, bunaqa murakkablashtirmasdan, turmush o'rtog'im bitta gaplari bor. Hamma narsani osonlashtirish kerak. Osonlashtirish kerak o'shanaqa. Yana bitta narsa, endi yoshimiz balkim yosh bilan kelar, anaqa bilan opit bilan kelar, sal mudriy bo'lganman. Shu o'zbekcha shu so'zni uzr topa olmadim shu so'zni. O'zbekchada oqila deyiladimi? Yo'q, oqila emas. Nima deyiladi? Mudriy. Komment yozib yuborishadi. Komment mudriy so'zini o'zbekchasini. Ruscha mudriy, o'zbekchada nima bo'ladi? Menimcha, bugungi kunda eng baxtli ayollardanman biri desangiz ham bo'ladi, chunki juda ham chiroyli oilangiz bor, juda ham chiroyli nima deydi, xarakteringiz bor. Bugungi kunda ko'p narsaga o'z mehnati, o'z bilimi bilan erishgan yurtdoshlarimizdan biri. Qolaversa, musofir yurtda o'z baxtli oilasini, o'z baxt yo'lini topishga muvaffaq bo'lgan yurtdoshlarimizdan biri ekanligingizdan juda ham xursandmiz. Bu ish olib ketdim o'zim shu gaplarni hammasiga deydi. Men haqimda ketyaptim shu gaplar. Cho'tki gap ro'siz. Hech kim maqtamagan. Orqangizga shunga qarab qo'y. Men o'zim meniki yaxshi xotin ekan. Va nihoyat Shahnozaxon, mana bugungi baxtli Shahnoza bo'lishingizda o'z hissasini qo'shgan. O'sha nima deydi, maslahati bilan yoki to'g'ri yo'l ko'rsatishi bilan, umuman hayotida o'zini bo'lishligi bilan sizni hayotingizni qaysidir tomonga o'zgartira olgan insonlarga nima degan bo'lardingiz? Kimlarga minnatdorchilik bildirgan bo'lardingiz? Zo'r savol bo'ldi. Hamma yaqinlarimga, turmush o'rtog'imga, ota-onamga, qaynota-qaynonamga, do'stlarimga, hammaning hissasi bor bunda. O'zimga birinchi o'rinda. O'zimga sabr toqat qilganimga. Bekorga aytishmaydi, sabrning tagi sariq oltin deb. Mana bugun mevalarini ham tatishga muvaffaq bo'lyapsiz. Ishlaringizga omad tilayman. Ilohim, nimaki rejalaringiz bo'lsa, qanaqa proyektlaringiz bo'lsa, hammasini ijobat bo'lishini, orzuligicha qolib ketmasligini tilab qolaman. Ishlaringizga omad. Yana bir karra dasturimizga tashrif buyurganingiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Siz bilan esa aziz tomoshabin, Gap GPTning navbatdagi sonida uchrashguncha omon bo'ling. Xayr.